Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar, sog'lom yuribsizlarmi? 4 yil ahli, aziz, hurmatli ekonom taksi 14-16 ni mijozlari. Xudo xolasa biza 1-iyungacha bizani tanlagan yurtdoshlarimiz uchun, mijozlar uchun aksiya e'lon etganmiz. Albatta 20 ta eng yaxshi katta sovg'alar, yurtdoshlarimizni hammasi siz uchun Pekinga tarqatiladi. Bugun va'daga muvofiq 1-iyun kuni bolalar kuni. Hamma bolajonlarimizni bayram bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Vaqtimizda sog' bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar, rohatlarini ko'rish hammaga nasib etsin deymiz. Ekonom taksidan xudo xolasa ajoyib podarkalarni, sovg'alarni kutib olingan yurtdoshlar, xalqimizni, yurtdoshlarimizni guvohligida yurtdoshlarimizda Pekinga tarqatiladi. Bu albatta ekonom taksi 14-16 ni eng ko'p foydalangan mijozlar uchun bo'ladi yurtdoshlar. Xudo xolasa ko'p kuzatib boraverasizlar. Yani YouTube tarmog'ida kuzatib turganlar bir like bosasizlar, Instagram obunachilar, Turkiy ahli qo'llab-quvvatlashda davom etinglar. Xudo xolasa ekonom taksidan bu hali hammasi boshlanishi, Xudo xolasa aksiyani zo'ri. Qatmendirmi YouTube'chilar? Bir yozib qo'yinglar. Qatib turan yo'qmi? Avvalambor assalomu alaykum hammaga Instagram kuzatuvchilari, YouTube ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. 14-16 ekonom taksidan e'lon etilgan 1-iyun aytali podarkalarimizni xudo xolasa bugun g'oliblarini aniqlaymiz. Bizda jami bugun 20 dana podarka. 4 yil sahrında 14-16 dan ekonom taksidan yurtdoshlar ajoyib aksiya bo'lib turadi. Xudo xolasa betoy texnikalar topshiradi. 20 dan odamga 14-16 dan eng ko'p foydalangan yurtdoshlarimizga topshiriladi xudo xolasa. Qozon to'plami. Berunidan kuzatib turibdilar ekan, gap yo'q. Toster dedi, blender dedi, chinni to'plami dedi do'stlar, mikser. Bundan tashqari ko'proq podarkalarimiz bor. Albatta yurtdoshlar, bundan tashqari qimmatbaho sovg'alarimizni eng yaxshi yurtdoshlar 20 ta voucherga ega bo'lasizlar. Ekonom taksidan eng ko'p foydalangan mijozlar uchun eng zo'r sovg'alarimizdan birisi 20 ta voucherga ega bo'lasizlar. Yurtdoshlar, 20 sovg'amiz yurtdoshlar. Shu qo'limda bo'lgan sovg'ani qo'lga kiritasizlar. Bu sovg'ani ichida yurtdoshlar 30 dana 5000 so'mlik kupon bor. Ya'ni 150 ming so'm voucherga ega bo'lasizlar. Siz ekonom taksidan foydalanganingizdan keyin sizga shofyorga pul bermaysizlar, shofyor sizga pul beradi. Bu qanday bo'ladi deysizlarmi? 5000 so'mdan 30 dana kupon bo'ladi. Agarda bir manzilga yetib olganingizdan keyin 20 ming so'm pul bo'lsa, masalan 17 ming so'm pul bo'lsa, sizga 4 dana ichidan 4 dana voucherni berasizlar. 17 ming so'm pul bo'ldi-ku, sizga 3 ming so'm qaytib beradi. Endilikda sizga shofyorga pul to'lamaysiz, sizga shofyor pul to'laydi yurtdoshlar. Eng asosiy sovg'alarimizdan birisi yana voucher qo'limda turibdi. Bu 20 sovg'a bo'ladi. Xudo xolasa buni g'olibini eng yaqinda bo'lib o'ynaymiz. O yurtdoshlar, xudo xolasa sizlarni guvohliklaringiz bilan birgalikda shu eng kavi otaxonlarimizdan xudo xolasa shu barabonni aylantirishni so'rab qolamiz, boshlab berishlarini xudo xolasa. Foyzaga o'zingiz boshlab berasiz xudo xolasa. Aylantirishda ichidan bir so'm olib berasiz sota. Endi no podarga tushsam omadidan do'stlar. Yolvering. Endi kime chiqdi ekan no podarka do'stlar. Qiziq. Kimsa jo'shabda endi Fayza. Do'stlik kodi bilan 734 4100 telefon qilamiz. Tabriklaymiz do'stlar. Keling. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Xush kelibsiz. Yanıma kelib oling. Telefon nomersizniki do'stlik 734 4100. Adınız? Umurjon opa, nedansiz? Neden Alikkasoy'dan? Alikkasoy ko'cha, Beruniy mahalla, To'rtko'l shahridan, to'g'rimi? Eng ko'p foydalanadigan shu taksi kompaniyamiz qaysi? 14-16. Haqiqatan ham shu ekonom taksini eng ko'p foydalanuvchisi ekansiz, to'g'rimi? Xizmatlari qanday? Xudoga shukr, yaxshi aytgan vaqtida manzilga yetib keladi. Yurtdoshlarimizga To'rtko'l xalqina tavsiya qilasizmi? Haqiqatda shu 14-16 ekonom taksi ajoyib yaxshi. Aytilgan vaqtida aytilgan manzilga yetib olib qoladiganlar. Faxrlanaman shu taniradan. Rahmat hammalaringiz uchun. Avvalambor 1-iyun bolalar bayrami bilan hammangizni tabriklayman. Hammalaringiz farzandlaringizni oldinda sog' salomat
Rahmat katta, yaxshi tilaklaringiz uchun. Xudo xolasa, endi sizni sovg'angizni aniqlaymiz xudo xolasa. Keling, ko'p kuzatib qolamiz. Bismillah degan holda bir aylantiramiz xudo xolasa. Hammaga qiziq, no'para kichkina ekan. Qimmat qolgan sovg'alar ko'p, mashina bor. Xudo xolasa mashinalar bor. Avtobuslar bormi, Kumurjon opa? Katta mashina o'tib olsangiz. Poster dido. Poster. Sizlar poster tushdi, tabriklaymiz. Malak bo'lsin. Yaxshi yillarni ishlating. Xudo xolasa poster g'olibasi bo'ldingiz, tabriklaymiz sizlarni. Birinchi g'olibimiz keldi xudo xolasa. Qo'darkangizdan sanoqni beramiz. Kumurjon opa, sizni tabriklaymiz. Tabriklaymiz. Yaxshi kunlar ishlating. 14-16 ekonom taksidan ko'proq foydalanishni unutmang. Nechun desa, keyingi oylarimizdan podarkalar dum ko'p, qimmatbaho podarkalar. Undan tashqari biza omadli mijoz loyihasidan boshlab qo'yamiz. Agar kim 14-16 ekonom taksidan ko'proq foydalansa, bundan ham qimmat podarkalarga erishadi. Xudo xolasa. Rahmat, sog' bo'ling. Malak bo'lsin. Bayramlarni yaxshi o'tish nasib etsin. Keling, xalqimizdan kelinglar. Kelinglar. Hammamiz assalomu alaykum, salomatmisiz? Xudo xolasa aylantirasizda sehrli qo'llaringiz bilan bir dana olasiz ichimdan. YouTube'chilar, necha qatib turan yo'qmi, zo'rmi? Nima? 88lik kodi bilan Ahmadjon aytaringmi? 1401 1401 88 562. Keling. Assalomu alaykum. Mana yaxshimisiz, salomatmisiz? Bayramlar muborak bo'lsin. Neden geldiniz? Hamzan akamiz 60-uydan keldik. Turku shahridan. Gap yo'q. Canınız sağ olsun. Xudo xolasa yana omadingiz keldi. Siz eng ko'p foydalanuvchilarimdan ekansiz. Ekonom taksi 14-16 mi? Xudo xolasa tilaklaringiz bo'lsa yurtdoshlarimizga mikrofonni sizga beraman. 14-16 taksilardan ko'p foydalanaveringlar. Hammangizga sog' salomatlik tilaymiz. Kunlaringiz uzoq bo'lsin. Rahmat katta ezgu tilaklar uchun. Xudo xolasa endi sizni podarkingizni aniqlaymiz, shoshmaysiz. Yana eng zo'r sovg'alardan biri tushdi. Qani. To'xtasam gelmeydi. Qozon to'plam tushdi. Tabriklaymiz anasizni. Muborak bo'lsin. Xo'jalikka kerakli narsa qozon to'plami. Qoldirib oling podarkangizni. Eng zo'rman qozonlar to'plami. Anamang tabriklaymiz. Yaxshi kunlaringizni ishlating. Siz 14-16 ekonom taksidan foydalanganingiz uchun tekinga sovg'a ega bo'ldingiz. Xudo xolasa xalqimizga nima deysiz? Shu ilarcha 14-16 taksilardan men yine şu 2 yıldan beri işletip minib kelyapman. Sizlar ham shu taksilarga minaveringlar. Şimdi toplamlarda alavergeysizlar. Yurtdoshlar, ekonom taksi 14-16 sizlarni nafaqat manzillaringizga sog'lom yetib boradi, balki eng komfort mashinalarni hozir yo'lga qo'yib qo'ydi. Bemalol xizmatlarimizdan foydalansangiz bo'ladi, shunday ajoyib sovg'alarni qo'lga kiritsangiz bo'ladi. Ana qo'dakingiz bilan tabriklaymiz. Endi bizlarni keyingi g'olibimizni o'zingiz aniqlab berasiz, aylantirishdi. Omadli mijozimiz kim bo'ladi ekan? Xo'p do'stlar, nomerini aytaman. 95 kodi bilan 090 84 11 84 11 boshqalar ishonmaydi ekan.
Omadli Gelin, gelin. bo'lasiz. Keling. Tabriklaymiz. Qo'llab-quvvatlab turamiz. Assalomu alaykum, salomatmisiz, yaxshimisiz? To'rtko'l shahridan sizlar o'zingiz tanishtiring. Adingiz? Aynur opa, sizni tabriklaymiz. Xudo xolasa shu ekonom taksi 14-16 ning eng omadli mijozlaridan birisi bo'ldingiz. Xudo xolasa yurtdoshlarimizga qanday ezgu tilaklaringiz bor, marhamat. Omadini bersin. Hammani omadini bersin, qarshaklaringiz bo'lsin. Xudo xolasa sizni g'olibni aniqlaymiz. Siz chiqdingiz, yana sizni shu onaxonimiz sizni tanlab berdi. Endi sizni g'olibingizni, podarkangizni aniqlaymiz. Bismillah yetdi. Eng zo'r podarkalardan biri chiqsa, Xudo xolasa jo'shasiz. Judayam hayajonli lahzalar. Blender, tabriklaymiz. Blender. Aynur opa, Blender muborak bo'lsin deymiz sizga. Yozda endi bosdi sezon kompotlarni, so'qlarni ichib, Xudo xolasa jiyanlari ichib rahmat aytib o'tirasiz. 14-16 dan ajoyib podarka Blender sizga besplatni Xudo xolasa. Yurtdoshlarimizning tilaklaringiz, niyatlaringiz. Bayramda hammani tabriklayman bayramni. Gap yo'q. Canınız sağ olasın. Endi bizani keyingi eng zo'r podarkalar hammasi oxirida qoldi. Yurtdoshlar katib turan yo'qmi? Sayg'ab chiqdim telefonni, istidadim. 26. Qatib qoldi telefon. Keling aytganiz. Assalomu alaykum. Yaxshi gaplashsin. İsmingiz? 4 yildan. Yurtdoshlar tushunarli bo'lishi uchun aytib o'taman. 20 dana podarki eng ko'p 14-16 dan foydalanganlar to'plangan yurtdoshlar 20 dana. Eng ko'p foydalanganlar. Shu eng ko'p foydalangan 20 dana odam ekkalib imbedazi podarkisi berilib turdi. Tushunarli bo'lishi uchun aytib o'tamiz yurtdoshlar. Yurtdoshlarimizga tavsiya qilasizmi? Xizmatlari qanday? Xizmatlari zo'r, tez keladi, ham arzon. Eng muhim joyi damozi bor. Namozi bor. Isom. Boshlab bo'lmasa bismillah. Shu aytganimda kim mashina tushki yo'q. Quyosh tegilib turadi ekanlar. Hamma jim. Velosiped işte tabriklaymiz. Tabriklaymiz. Hakikaten Allah Teala'nı suygan, ben de segensiz hakikaten eng katta sovg'alarimizdan birisi velosiped muborak bo'lsin deymiz Muhabbat opa. Bilib ketaverasiz. Tabriklaymiz. Farzandlar bormi, oqtuqlar bormi? Bor endi. Hayvon salon joyi shu kichik farzandga velosiped Niyati xolis ekan. Niyatingiz hakikaten ham xolis ekan, muborak bo'lsin. Birinchi kun bolalar kuni uchun bir dona velosipedingizni olamiz. Hamisha qolgan g'oliblarim hammasi rozi bo'ladi degan umiddaman. Hakikaten eng kerakli odam velosiped nasib etdi. Tabriklayman. Yurtdoshlarimga qanday ezgu tilaklaringiz bor? Hasanani o'chirib ber. Rahmat, avvalambor shu 14-16 ekonom taksi mijozlarına hammangizga omad tilayman. Bugungi bolalar kuni bayrami bilan ham hamma kichkintoy bolajonlarni tabriklayman. Keladigan quvonmay bayrami bilan ham tabriklayman hammangizni. Xudoyim hammamizga xayrlisi bo'lsin. 14-16 dan hammangiz foydalaninglar. Shunday zo'r sovg'alar bor ekan, sovg'alarga yutuqlarga ega bo'linglar. Hammamizni xonamizda yaxshi kun bo'lsin. Eng yaxshi tilaklar sizlar uchun. Bolalar uchun bundan ortiq podarka bo'lmasa kerak. Qanchligim bo'ldi. Muborak bo'lsin. Hakikaten sevinç. Yurtdoshlar yangi girganlari assalomu alaykum deymiz. Qoraqalpog'iston Respublikasi 4 tumanida bo'lib turibdi. 14-16 ekonom taksidan yurtdoshlar
bizlardan eng ko'p foydalangan 20 dana bizlarning klientimize podarki berib turibmiz yurtdoshlar. Bu kompyuterda aniqlanadi eng ko'p foydalanganlar. Ko'pchilik hozir boshqacha o'ylab turibdi, tushunarli bo'lishi uchun aytib o'tib turibman. 90 kodi bilan 095 28 Xudo xolasa ko'p kuzatib boraverasizlar yurtdoshlar. Iloji boricha telefonni yaqinroq qo'yishga harakat etaman. 095 28 13. Buni ko'rib qo'yamiz, keyingisini o'tamiz. So'roq so'ramiz bilan albatta. Eng muhabbat opa yana bir marta aylantirib qo'yadigan bo'lamiz. Yo'q. Ellilik kodu bilan 75081 egasi bormi? Ay, Assalomu alaykum. Salomatmisiz, yaxshimisiz? Nereden geldiniz? uydan bilaman ben. Yo'q. Mening ko'chani o'zimda, 4 yil ko'chasidan. O'g'lim ishingiz domlada aytibdi. To'xtang, men ustozim bo'ladi. Lo'lavoyda men o'quvchimiz bo'lganman. Barg'amon Lo'lavoyda birinchi sinf o'qiyotgan vaqtimda. Avval ustozim bo'ladi. Tabriklayman. YouTube'chilar aytibdi, barabanni klientni o'zi aylantirib bersin dedi. Xo'p, sizlar nima desanglar shu. Endi talabalarga yurtdoshlarimizni tutib aylantirib ko'rasiz barabanni. Yana yurtdoshlar hech kim yutib chiqmaydi. Hamma uyina podarka bilan ketadi, xudo xolasa. Albatta 14-16 ni eng omadli mijozlar bo'ladi. Ekonom taksi bilan xudo xolasa yetuk ma'nolarga erishasizlar, xudo xolasa. Aylantiring. Ustozim kiraymiş mashinasi tushdi. Mübarekimiz velosiped, kichkina velosiped muborak bo'lsin deymiz. Oltaring podarkasini. Katta velosiped izinden kichikdan ergashatir. Yine. Tabriklaymiz sizni, muborak bo'lsin. Aqtiqo bormi? Yo'q. Xudo xolasa niyatlaringizdan xolis ekan. Birinchi yilda bolalar kunida ajoyib podarkani yutib oldingiz. Yurtdoshlarimizga tilaklaringiz? Hamma bolalarimizni, azizlarimizni ertangi bayramlar bilan tabriklaymiz, sog'lik tilaymiz. Yurtimiz tinch bo'lsin, ana shunday aksiyalar bizlar bir hayotni xalqni uyg'un kattalarni desak, mehribonlar tarafidan ana shunday aksiyalar ko'p bo'lsin. Necha yil bo'ldi ekonom taksida foydalanasiz? Ekonom taksi tashkillashtirganlar Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumanida bo'lib turibdi yurtdoshlar. Tabriklaymiz sizni. Sog'lom muborak bo'lsin. Eng bayramlik taklifasiz. Sirdaryodan kuzatib turibdilar ekan. Rahmat. Hali eng qimmatbaho sovg'alar oldidan xudo xolasa. Dikkat etamiz do'stlar. 93 kodu bilan 204 4302. Ay aynamız keteyim, geling. Assalomu alaykum, salomatmisiz? Nereden geldiniz? To'rtko'l shahridan. Ekonom taksini eng ko'p foydalanadigan mijozlardan ekansiz. Ismingiz? Ramapova, xudo xolasa tabriklaymiz sizni. Eng omadli mijozlardan birisiz. Barabonni aylantirib o'zingizni podarkangizni olib ketishingiz mumkin. Uyim birinchi uyimmi? Albatta. Ertangi bayramda berdi ustozimiz.
To'xtasam gelmeydi. Xudo xolasa padarga yaqinlashatirmiz. Mixer. Tabriklaymiz. Mikser g'olibasi bo'ldingiz. Nasib etsin. Mikser. Yaxshi kunlar ishlating. Tabriklaymiz. Rahmat. Sovg'amiz. Xudo xolasa Ramapa bizdan keyingi g'olibimizni aniqlab berasiz. Yurtdoshlarimiz uchun ezgu tilaklaringiz bo'lsa marhamat. Yana foydalanasizmi? Yurtdoshlar ko'pchiligi yana qaytadan aytib o'taman. 14-16 dan eng ko'p foydalangan 20 dana yurtdoshlarimiz o'zi saylab olingan. İnşallah görüp turganlarınız hammasi eng ko'p foydalangan 20 dana ishtirokchi. Bularni saylab olib, ekkab turib 20 dana padarkimizni berib turibmiz yurtdoshlar. Eng ko'p foydalanganlara berilib turibdi faqatgina. Dikkat etamiz. 94 kodu bilan 801 96 deydi. Keling. Gelin. Assalomu alaykum. Nereden geldiniz? İsminiz? Yok, Sharof Rashidovdan Muzof Avlon 14-16 ekonom taksini. Necha yil bo'ldi? Qancha vaqt bo'ldi foydalanmas? 2 yildan ko'p bo'ldi. Ajoyib. Bunaqa soliq klient menimcha bunaqasi bo'lmagan. Xudo xolasa eng ko'p foydalanuvchilardan biri omadli mijoz bo'lib siz ekonom taksi 14-16ni tabriklaymiz xudo xolasa. O'zingizda qo'llaringizni yutib ketsangiz bo'ladi. Bolalar mashinasi tabriklaymiz. Bugun rasman bolalar kuni do'stlar, bolalar Ajoyib. kuni. Bundan ortiq sovg'a menimcha birinchi kun bolalar kunida bo'lmasa kerak yurtdoshlar. 14-16ni tanlaganingiz uchun ekonom taksini eng ko'p foydalanuvchi bo'lganingiz uchun sizga ajoyib mashina nasib etdi. Tabriklaymiz. Yurtdoshlarimiz uchun Pultlar ham bor ekan, pult bilan boshqariladigan mashina. ajoyib pultlar ham bor ekan. Tabriklaymiz. Xudo xolasa o'zingizni ezgu tilaklaringizni aytib yurtdoshlarimizga bevand tabriklarni aytishimiz. Hammaga omad tilayman. 14-16 hamisha shunday bo'lsin. Yana foydalanasizmi? Hava. Eng sodiq klientlardan bo'lsa ekan. Tabriklaymiz. Yine. 302. Başı. Kızım. Tabriklaymiz. Ne diyorsun? Ahmet Cisan, Rahmet Cisan. Yaptın mı? Yaptın mı? Sultan var. İyi de geliyoruz. Tebrikliyoruz. Mübarek olsun. Mübarek bo'lsin sizga. Sizdan keyingi g'olibimizni aniqlab bersangiz bo'ladi. Yangi girganlar assalomu alaykum. Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumanida 14-16 ekonom taksidan ajoyib aksiya bo'lib turibdi yurtdoshlar. Bizlardan eng ko'p foydalangan 20 dana yurtdoshlarimiz aniqlab olindi. Shu 20 dana yurtdoshlarimizni o'z sovg'alarini berib turibmiz. Bu albatta 14-16 ni tanlab xizmatlaridan foydalangan yurtdoshlarimiz uchun bo'lib turibdi. 8lik kodu bilan 564 91 98. Kimdan o'rgadi? Keling. Egalari. 8lik 564 91 98. 91 98. Yok. Mashina yurtdoshlar, ining, mashinani ko'rsatamiz, ining. Keling. Assalomu alaykum. Keling, yerdansiz o'zingizni tanishtiring. Maskin bo'lkidan, maskin bo'lkidan klientlaringiz bormi? Sarava ekonom taksi. Ajoyib. Nevarazingdan yetkazib olib salomat yetirasiz manzilingizga. To'g'rimi? Sizni tabriklaymiz. Xudo xolasa o'zingizni qo'larkangizni yutib olib ketishingiz mumkin. Aylantiring. Saloh montajini. Aytganimizdan bum qo'qqanlar bor. Endi bu to'xtag'ay. Bir ko'shka o'ynab turamiz-da. Evet vaqti bo'ldi bu sayfa ismini ichida to'xtaydi bu.
Tabriklaymiz. Sizga go'sht maydalagish tushdi. Yaxshi kunlar ishlating. Tabriklaymiz. Marhamat, sovg'amizni qabul qilib olsangiz bo'ladi. Ajoyib bundan muyassarlikda Güzel elektrikli eng zo'rman nasib etsin. Xudo xolasa yaxshi kunlaringizda ishlating. Ekonom taksi mijozlari uchun, yurtdoshlarimiz uchun 14-16 mijozlar uchun nima deysiz? Ezgu tilaklaringiz. Niyatlaringiz bo'lsa aytib oling. Bayram muborak bo'lsin, salomat bo'ling, hayajonlarga olib turibdilar. Muborak bo'lsin. Endi aylantirib qo'ysin olib qo'yasiz bizlarga. Keyingi g'alabamizni olib tashlab beramiz. Olun. Rahmat etti. Dikkat etamiz dostlar. 95 kodu bilen 940 13 83 Ko'p kutilgan onlar va nihoyat keldi deydi-ku. Ha, nihoyat. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tabriklaymiz sizni. 14-16 ekonom taksini eng omadli, eng ko'p foydalangan mijozlardan birisida topildingiz. Xudo xolasa tilaklaringizni eshitamiz sizni. Rahmat, sizlarning ishlaringiz uchun sog'lik, salomatlik, omad. 14-16'mız ishonchli, haqqoniy, любой nalarim aktiv, haydovchilarimizdan mashinalar yaxshi xizmat izzatdan nasib aytgan vaqtimizda keladilar. Sizlarga sog'lik, salomatlik tilaymiz. Boshlarimizni tavsiya qilasizmi? Обязательно eng super, eng a'losi shu. Eng zo'ri shu. Eng zo'ri shu. Eng zo'r tilaklar uchun konsertlaringiz bo'lsa albatta. Xudo xolasa siz o'zingiz sovg'angizni aniqlasangiz bo'ladi. Marhamat, aylantiring. Sir bo'lmasa nonni niye tatib turibsiz? Xudoni bergan. Xolasa kirmashin. Eng muhimi 14-16dan esdalik. Kirmashin so'z jo'shasizmi? Voy do'stlar. Voy. Kirmas. Tabriklaymiz. Kirmashin. Tabriklaymiz. Tabriklaymiz. Kirmashin g'alabasini tabriklaymiz. Ben boshqa foydali yo'qman boshqa. Kirmashin. Kirmashin muborak bo'lsin. Tabriklaymiz sizni. Yüklep gitmekin maşindami 14-16'dan berberik mi dastavki? Ne kadar ki? İsa, bunaqasi bo'lgan yurtdoshlar. Birinchi yil bolalar kunida bevardayni ajoyib bo'lgan 14 Bozorchidan to'ladingizmi? Savdomdan qolganlar yarasha bir narsa qarab tamommi dedim. Xudoy taolo shu bolamni niyatini qolisa ko'tarishdalar. Yine daha şükür tüm maçı tuttum. Allah'ıma bir çok şükür hemmeye nasip etsin. 14-16 işlemler var. Gelesi yıl yine bundan neler hemmeye almak dilimiz. Şans aktif hemesine rahmet. Katta rahmat, muborak bo'lsin Xudo xolasa. Deb yo'q. Yana Xudo xolasa bugun bozorga chiqmish to'g'rimi? Beyran bugün. Endi namoyishlarni bozorga chiqib qo'yadi, endi bozorga tashlanlar. Endi bozorga chiqmaydi. Yurtdoshlar, odamzodlar bergat tap qilsalar, so'kinishma nima kerak hozir bu yerda? Bir-biringiz bilan urushib nima kerak bayramda, boshqada bergat tap qilsalar urushajak bo'lsanglar, o'zlaringiz adliy nomerlaringizni bir-biringizga berib chatsanglar ham bizlar bir teng yurtdoshlar. Olin. İltimos sizlarni. Bizdan qo'llab-quvvatlab turgan yurtdoshlarimiz uchun rahmat deymiz. Kanallar yana ayrim bir qo'shtirnoq ichindaglar iltimos sal o'zlaringizni keltirib olinglar. Dillaringizni. Qoraqalpog'iston Respublikasi 4 tumanida bo'lib turibdi. 14-16 ekonom taksidan foydalangan 20 dana ishtirokchimizga xudo xolasa podarkalari berilib turibdi. 20 dana ishtirokchimizga. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yüzü sestiramizni kirmashinni o'tdina, kirmashinni olib ketadi. Taksining eng yaxshi mijozlaridan birisi. Siz Xudo xolasa eng ko'p foydalangan omadli mijozlar topdik sizni. Tabriklaymiz. Yurtdoshlarimiz uchun qanday tilaklaringiz bor? Marhamat. Rahmat katta. Xudo xolasa o'zingizni sog'lig'ingizni aniqlab olsangiz bo'ladi. Marhamat. Mut aylanib o'ynamaymiz 4 yil bo'yicha.
aylanadi. Şurada 20 tane iştirakçımızı tanlab olamiz. Eng ko'p foydalanganlar uchun bo'ladi. 20 tanesini 20 tane paqat bilan berib turibmiz. Ozgina paqatimiz qoldi. Xudo xolasa hammasini taklif qilamiz. Xudo xolasa undan tashqari keyin yurtdoshlar ko'rib turgan bo'lsalar bu hammasini undan tashqari yana podarkalarimizni mebellar, televizorlar, betoy texnikalar ko'rib turgan bo'lsalar ko'pgina inshaalloh hammasini topshiramiz. Bu 1-avgustdan bo'ladi. 14-ni tanlashda chaqirishda xudo xolasa. Tabriklaymiz. Oyoq kiyim qo'yuvchi tabriklaymiz. Muborak bo'lsin. Endi o'qishdan keyin keyin krossovkalarni otib yubormaysizdan oyoqqa chiqib ketadi. Tabriklaymiz sizni. Qanday tilaklaringiz bor? 14-16 taksi ekonomma foydalanuvchilarni yurtdoshlarimga tavsiya qilasizmi? 14-16ni shopirlari voобще gap yo'q. Xudo xolasa yana yurtdoshlarimiz aytib turibdi, yo'llarimiz yomon dedi. Yo'llarimiz yomon bo'lsa ham kredit taksistlarimiz keladi dedi. Yine. Gelin. Hesap. Gazetemiz 94 kodu bilen 598 0973 kimin numara? 1973 gelin. Geletirdim. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, salomatmisiz? Bayramlar muborak bo'lsin. Xudo xolasa 14-16 ekonom taksini eng ko'p foydalangan omadli mijozlarimdan birisi bo'ldingiz. Qanchalik vaqt bo'ldi foydalanasiz? Qayerdan siz o'zingizni tanishtiring? Bu taksi ko'rinan foydalanıyorum. 2 yıldan aştı. 2 yil bo'ldimi? Sanalı böyle katlanın efendim. Ko'rinan foydalanıyoruz. Yurtdoshlarimizga tavsiya qilasiz. Конечно. Eng yaxshi shu. Yine Xudo xolasa siz eng omadli mijoz bo'lib topildingiz. O'zingizni podarkangizni Xudo xolasa bismillah deb barobarimizni aylantirib aniqlab ketsangiz bo'ladi. Xudo xolasa yurtdoshlar ekonom taksidan eng zo'r sovg'alar sizlar uchun ekonom taksini omadli mijozlar uchun bo'ladi. Xudo xolasa yengama bir xayrli podarka tasdimdi. Tabriklaymiz, ventilator. Yazsa gerek bo'ladi. Ajoyib bunlar ventilator g'olibi bo'ldingiz, Alloh tabriklaymiz. Xudo xolasa xayrli bo'lsin, muborak bo'lsin, yaxshi kunlaringizni ishlatish nasib etsin. Tabriklaymiz. Rahmat. 14-16 omad. Seni kanalına omad. Canınız sağ olsun, tabriklaymiz. Aylantirib qo'ying. Qoraqalpog'iston Respublikasi 4 yil tumanida bo'lib turibdi yurtdoshlar. Xayrli bo'lsin, Xudo xolasa. Bu yozda endi har gün eskidi, ventilator juda ishlatadi-ku. Har minutda eslatib olamiz, Xudo xolasa 14-16. Albatta. Dikkatli bo'lamiz. 88lik kodu bilan 546 73 77 kimning nomeri? Gelin 73-77. Tutuqolamiz bo'lmasa olib. Xudo xolasa keyingi g'olib nomini qo'yamiz. Ben alayım. Leninko'cha pamitnikda yurtdoshlar, Leninko'cha pamitnikning yanında. 60 kombo, gelin. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, salomatmisiz? Siz ham 14-16ni mijozimisiz? Necha vaqt bo'ldi foydalanasiz? 2 yildan
2 yıl oldu takside. Ekan bozora borsa, bozordan qaytib chaqiradi. Sağ, acayip. Xudo xolasa siz eng omadli mijozlardan birisida topildingiz. Xudo xolasa eng katta sovg'ani bizni hozir yutib olib ketasiz xudo xolasa. Rahmat. So'sh bolaman niyatini yetsin. Niyatine yersin. Ne oldu çıkar ekan? Salonchi. Tabriklaymiz size acayip bundan kalınca nasip etti. Öpkeyin. Endi 14-16'ni eslab qo'shiqlarni eshitib o'tiraverasiz. Acayip. Tabriklaymiz mübarek bo'lsin. Qo'ldan berakeyin. Hozir aylantirasiz. Yurtdoshlarimizga nima deysiz? O'zlaringizni denkovlaringizga nima deysiz? O'rta biralti halol aka, to'g'ri ko'z chaqirsa, ko'z yutib o'tirsa, qimmat arzirli yutib bor. Tanız sağ olsun. Kazanmak dedi. Tabrikimiz. Dikkatli olamaz 97 967 75 55. Yok mu? 55. Afsuski yok ekanlar. Ko'pgina yurtdoshlarimiz gelgan, ekonomik taksi 14-16ni eng ko'p foydalanuvchi mijozlarning hammasi yegan. Keyingisi. Dikkatli olamız 95'lik kodu bilen 969 44 11. Yani 44 11. 44-11. Sam ketdilar mi? Afsuski. Taza kirganlarga yana eslatib o'tamiz. Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumanida 14-16 ekonom taksidan ajoyib aksiya o'yinimiz bo'lib turibdi. Bizani eng ko'p foydalangan 20 dana mijozimiz va xudo xolasa 20 dana podarkalarni berib turibmiz. Mesela aylantirganimiz yoksa özleri ahırda 2 tane podarkını alıp Endi giderler. sizlardan shunday bir yurtdoshlarimiz chiqsa, Albatta, albatta. yurakim sezib köşede durgan yurtdoshlarimizni nomeri chiqadi. 95 kodi bilan 318 43 33. Gelin. Va nihoyat kutilgan damlar Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, salomatmisiz? Sizni tabriklaymiz. 14-16 ekonom taksining eng omadli mijozlaridan birisi bo'ldingiz. Neredensiz? İsminiz? Gulnazapa tabriklaymiz. Xudo xolasa o'zingizni ajoyib podarkangizni olib kelsangiz bo'ladi. Aylantiring bolalarni. Eng zo'r sovg'alar qoldi xudo xolasa yurtdoshlar. Ajoyib. Tabriklaymiz. Siz ajoyib bir chekma yutib oldingiz. Oftalik sovg'ani. yaxshi kunlar ishlating. Yaxshi kunlar ishlash nasib etsin. Tilaklaringiz bo'lsa ayting yurtdoshlarimizga. Tabriklaymiz. Sovg'amiz muborak bo'lsin deymiz. Daganlarni yaxshi o'tish nasib etsin. Keyingi g'olibimizni aniqlab bersangiz, Yana bir boshqa topish kerak so'zlar. shunday turgan yurtdoshimiz chiqadi. Sizdan birisi chiqadi. Xo'p yurtdoshlar. 88lik 528 62. Kelganlar. Assalomu alaykum. Og'a salomatmisiz? Yaxshimisiz? Tabriklaymiz. Siz ekonom taksi 14-16 ning eng ko'p foydalangan, eng omadli mijozlaridan birisi deb topildingiz og'a. O'zingizni tanishtiring xalqimizga. Postoянный ум идея çakaldı, namuzdan çakalman postoянный, 14-16'ya omen.
18 manatından faydalanamız. İyi köne klientlerimden birisiz, doğru mu? Tebrikliyiz ağa. Xudo xolasa o'zingizni podarkangizni olsangiz bo'ladi. Xudo xolasa onajoningizga ajoyib sovg'a bo'ladi bayramda. Ana shu voucher tushsa ajoyib. Tabriklaymiz, ajoyib bundan garderob yutib oldingiz. Olib keling sovg'ani. Xudo xolasa onajoningizga ajoyib sovg'a bo'ladi bayramda. Tabriklaymiz, muborak bo'lsin. Shukr ishlating. Ağa yurtdoshlarimiz uchun, xalqimiz uchun, to'rtku xalq uchun qanday ezgu tilaklaringiz bor? Marhamat. Rahmat katta, muborak bo'lsin. Xudo xolasa yurtdoshlar eng oxirgi mijozimizni, g'olibimizni aniqlaymiz. Dikkat. 93 kodu bilan 064 45 48 keling. Keling. Assalomu alaykum, yaxshimisiz, salomatlisiz? O'zingizni tanishtiring. Umumol bana meni mijozlari bor ekan 14-16ni. Gap yo'q. Umumol birinchi bekatdan adimiz Sanobar opa, Xudo xolasa ekonom taksini eng omadli mijozlaridan birisi deb topildingiz. Xudo xolasa o'zingizni eng zo'r podarkangizni olib ketishingiz mumkin. Marhamat, davom aylantiring. Chinni to'plami nasib etsin. Eng Amin, kerakli nasib etsin. narsaga. Chinni to'plam tushadi deb tursin. Menimcha voucher tushadi. Mana voucher tushsa juda ham zo'r bo'ladi. Ayol kishilarimiz lekin chinni buyumdan yaxshi ko'radi, qachonqa kerak deb. Buyumda endi menimcha voucher tushsa kerak. Ona chinni to'plamni tabriklaymiz. Sizga chinni to'plami nasib etdi. Tabriklaymiz. Olib keling. Ajoyib bo'lgan Xudo xolasa chinni to'plami muborak bo'lsin deymiz. Sanobar opa. Xudo xolasa sizni tabriklaymiz. Muborak bo'lsin, yaxshi kunlaringizda ishlating. Ekonom taksi mijozlarini, yurtdoshlarimizga, xalqimizga qanday ezgu tilaklaringiz bor bayramda? Rahmat kattaxon. Xudo xolasa hammaga rahmat aytamiz. Hech kim podarkasi yetmadi. Xudo xolasa 14-16 ekonom taksidan shunday ajoyib aksiyalarni kutib qolinglar. Ko'pchilik podarkasini olib ketib qoldi. Bizlarni keyingi aksiyamizdan e'lon qilamiz. Xudo xolasa Samira sizlarga tanishtirib o'tadi. Aksiyamiz Bu aksiyamiz 1-avgustgacha ekan. Dum ko'p qimmatbaho sovg'alarimiz ko'p ekan. Keyingi podarkamizni o'ynayincha siz bir kunda 3 martadan ko'p agar 14-16 ekonom taksidan foydalansangiz, sizdan albatta omadli mijozimiz bo'ladi va efirda ko'rsatilgan podarkalardan birini albatta g'olibona aylanasiz. ajoyib. Yurtdoshlar 14-16 ekonom taksidan aksiya yana davom etadi. Podarka chiqmaganda mijozlarimiz, yurtdoshlarimiz xafa bo'lishi yo'q. 1-avgustgacha Xudo xolasa aksiyani zo'rini qo'yib beradi. Ya'ni qimmatbaho sovg'alarni eng zo'rlari ekonom taksi 14-16dan tekinga sizlar uchun sovg'a bo'ladi. Bundan ham ko'ra afzal bo'lgan sovg'alarni ekonom taksi 14-16dan qabul qilib olingan yurtdoshlar. Bundan tashqari 14-16 ekonom taksidan ko'proq foydalangan mijozlarimizda siz 14-16dan toza loyiha boshlaganmiz. Bu ya'ni omadli mijoz loyihasi bo'ladi. Bunda qatnashishni chiqib bo'ldi desangizda shu bir kunda 3 martadan ko'p taksi chaqirgan mijozlarimiz uchun kompyuterda chiqib turadi. Xullas bizda har kuni omadli mijozimizni ko'chadan topamiz va ko'chada 14-16 chaqirgan mijozlarimizga telefon qiladilar-ku, sirasi podarka yutib olish imkoniyati bo'ladi. Televizor bo'lishi mumkin, tepal bo'lishi mumkin, yana boshqa qimmatbaho sovg'alardan bo'lishi mumkin. Uning uchun faqat 14-16dan kunda foydalanishingizdan to'g'ri keladi. Kamida 3 marotaba. Albatta, yurtdoshlar
14-16dan xudo xolasa 1-avgustgacha aksiyamizda start beramiz. Eng qimmatbaho sovg'alar siz uchun bo'ladi. Bunday sovg'alarni sizlar tekinga yana yutib olishingiz uchun 1-avgust kuni xudo xolasa programma intervyuda yana shunaqa tarzda aniqlaymiz. Yurtdoshlar, eng zo'r sovg'alarimizdan birisi kukunli ugolovchisi uchun televizor va ish texnikasi, qozonlar, to'plarga albatta katta termos nabor, albatta gardiob produktlar, kolonka, misovka, kir mashina, Madonna, gilam, ajoyib sovg'alar. Bundan tashqari yo'lto'g'alarimizning 150 ming so'mlik kupon voucherga ega bo'lasizlar. Mikroto'lqinli pech, ventilyator va foydazor qimmatbaho sovg'alar qo'yilgan. Xudo xolasa 1-avgustgacha xudo xolasa sizni manzilingizdan sog'omay yetkazib oladi. Undan tashqari 14-16 ekonom taskin talagalari uchun ajoyib sovg'alar yurtdoshlarimiz uchun bo'ladi. Xudo xolasa sizlardan uzoqlashmang. Xudo xolasa sizlarga shunday yangiliklarni qo'yishda ekonom taskin 14-16 charchamaydi yurtdoshlar. Xudo xolasa hammaga rahmat, hammaga omad. 14-16 ekonom tasdiqdan ko'proq foydalaninglar va qimmatbaho sovg'alarga ega bo'linglar. Hammaga rahmat, sog' bo'ling, omon bo'linglar. Keyingi efirlarda, videolarda görüşguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yetkazgan vaqtimizda rozi bo'linglar.